Endi boyagi ikki integralni hisoblash jarayonida integrallash tartibini o'zgartiramiz. Mana shunaqa masala qo'ydik. Ya'ni integrallash tartibini o'zgartiring. Birinchi, masalan, x bo'yicha integrallab, keyin y bo'yicha integrallagan bo'lsa, ikkinchi x bo'yicha y bo'yicha integrallab, keyin x bo'yicha integrallash. Bu masalani boshqa masalalardan farqi shundaki, biz bu yerda integrallash tartibini o'zgartiramiz. Bu nima degani? Qarang. Mana bu integralni ko'radigan bo'lsak, birinchi ichkarida y bo'yicha integrallayapti, keyin x bo'yicha integrallayapti. Biz buni shunday qilamizki, birinchi x bo'yicha integrallab, keyin y bo'yicha integrallashimiz mumkin. Mana bu integrallash tartibini o'zgartirish deyiladi. Bizda boyagi d soha berilmagan. Mana bu misol berilgan. Bu misoldan ko'rinadiki, ikkarali integral berilgan, o'sha ikkarali integral mana bu integral bilan mana bu integralning yig'indisi bo'lyaptimi? Demak, ikkarali integralning integrallash sohasi, mana bu yerda hozir sohani aniqlab ko'rsataman. Uni va mana bu integrallashda sohani ikkalasining birlashmasi bo'ladi. Biz izlayotgan d sohamiz. Xo'p, keling birinchi topaylik. Mana bu integralni hisoblagan d1 soha deylik. Bu shunday x, y'lar juftidan iboratki, bunda x'imiz mana x mana chegarasi 0 dan 1 gacha bo'lyapti. Demak, x 0 dan 1 gacha. Xo'p. X 1 dan 0 gacha. Y-chi, y 0 dan x kvadratgacha. Mana yozdik mana. Demak, d sohamiz shunday x, d1 sohamiz. Shunday x, y'lar juftidan iboratki, bunda x 0 1 oralig'ida o'zgaradi, 0 1 kesmada, y esa 0 x kvadrat kesma. Ya'ni 0 bilan x kvadrat oralig'ida o'zgaradi. Endi ikkinchi integraldan, ikkinchi qo'shiluvchidan qaraydigan bo'lsak, x 1 dan ildizosti 2 gacha o'zgaryapti mana. Y'imiz esa 0 dan ildizosti 2 x minus x kvadratgacha. Ana shunday qilib d sohani yozib oldik. Bu mana bu to'plam birlashma, mana bu to'plam bo'ldi. Endi hozir biz ikkarali integralning integrallash sohasini aniqlab oldik. Endi mana shu sohaga qarab, mana shu sohalarga qarab, mana bunaqa usulda hisoblanadigan yuzaning shaklini chizib olamiz. Mana qarang. X'imiz 0 bilan 1 ning orasida. Mana birinchisini ko'raylik. Mana x 0 bilan 1 ning orasida. Mana x 0 bilan 1 ning orasida. Shu yerda o'zgaryapti. Y'imiz esa 0 dan x kvadratgacha. Mana bu x kvadrat bo'lsa, x kvadrat bo'lsa. Xo'p, y'imiz 0 dan shungacha o'sib keladi. Ya'ni y'imiz mana shunday bo'ladi. Mana shu yerda ko'radingizki, 0 dan o'zgarib ta mana bu chiziqgacha, bu chiziq x kvadrat. Demak, y'imiz 0 dan x kvadratgacha o'zgaryapti. Mana shunday bo'ldi. Ya'ni x kvadratning pastida. Absitsa o'qining yuqorisida bo'ladi. Va undan tashqari. Mana shu yuzamizda, qarang, yuzamizda biz sezmaydigan chegara bor yana bitta. Bu x barobar 1 degan to'g'ri chiziq. Ana shu chegaralab turibdi. Demak, qarang, chizib ko'rsataman. Birinchi sohada chizma mana bu bo'ladi.
Mana uchburchak faqat bir tomoni egri chiziq. Tushundingizmi? Bir tomoni egri chiziq bo'lgan uchburchak shakldagi anaqa soha bo'ldi. Endi ikkinchisigacha qarang. X birdan katta, ilzosida 2 dan kichik. Demak, x o'qi mana 1 dan katta, ilzosida x dan kichik. Demak, mana bu oralig'ida. Y-imiz esa 0 dan mana 0 dan yuqorida, ilzosida 2 minus x kvadratdan pastda mana. Mana bu ilzosida 2 minus x kvadrat deganimiz mana bu egri chiziq bo'ladi. Shu egri chiziqdan pastda. Shunday qilib, ikkita shakl bo'ldi. Bittasi mana bu bir tarafi egri chiziq bo'lgan uchburchak, ikkinchisi ham xuddi shunday. Faqat mana buning egri chiziq tarafi x kvadrat, buniki ilzosida 2 minus x kvadrat. Shunday qilib, mana bu anaqadan berilishidan, sohani berilishidan foydalanib chizmani chizdik. Endi shu chizmadan foydalanib ikki karrali integralni hisoblaymiz. Endi bu yerda ko'rinib turibdiki, bizning sohamiz y teng x kvadrat, y teng ilzosida 2 minus x kvadrat va y teng 0 funksiyalarning grafiklari bilan chegaralangan ekanligi ana yuqorida ko'rdik. Bundan mana bu yerdan x ni topib olsak, mana birinchi funksiyaning tenglamasidan x ni topib olsak, x teng ilzosida y bo'ladi. Mana bu ikkinchisidan x ni topib olsak, x'imiz teng ilzosida 2 minus y kvadrat bo'ladi. Mana bu yerdan x ni topib olyapmiz. Natijada bizning o'sha sohamizning ko'rinishi o'zgarmaydi, belgilanishi, mana bunday berilishi nima u? Shunday x, y'lar to'plami ekan, x, y'lar juftidan iborat ekan. Bunda x'imiz mana bundan ilzosida y'dan katta yoki teng, mana bu yerda ilzosida 2 minus x kvadratdan kichik yoki teng bo'lar ekan va undan tashqari y'imiz 0 dan 1 gacha bo'lar ekan. Xo'p, ana endi mana bu soha bo'yicha biz hozir bu yerda yangi soha kashf qildik. Sohamiz o'sha-yu, ifodalanishi yangi. Mana. Xo'p, ana endi qarang. Shu yerda integralni ko'radigan bo'lsak, demak bu integralimiz y'imiz 0 dan 1 gacha, x'imiz esa ilzosida y'dan ilzosida 2 minus y kvadrat. Mana shu integral hosil bo'ldi. Endi bitta savol tug'iladi-da. Mana shu yerda birinchi x bo'yicha integral hisoblayapmiz-da, keyin mana bu y ga bog'liq chiqayapti, undan keyin y bo'yicha integral olyapmiz. Nimaga shuni birinchi y bo'yicha olib, keyin x bo'yicha olsak bo'lmaydimi? Bo'ladi, lekin bu yerda qulaylik uchun mana bundan y ga bog'liq funksiya chiqadi. Uni y bo'yicha integrallaymiz. Bo'ldi, osongina bo'ladi. Shunday qilib. Xo'p. O'sha d sohada integralimiz mana bunday va mana bunday. Ikkita sohaning yig'indisi d sohamiz. Shuning uchun bu integralni hisoblaymiz va mana bu integralni ikkinchi soha bo'yicha integralni hisoblab keyin qo'shamiz. Shundan kelib chiqadiki, mana bu integral bilan mana bu integral ikkovi bitta narsa. Ikkovi ham boya biz bo'yagan soha. Ikkovi ham o'sha soha bo'yicha ikki karrali integral bo'ladi. Shuning uchun biz bularni bir-biriga teng deb yozamiz.
Bana. Integral 0'dan 1gacha dx, integral 0'dan x kvadratgacha f(x) y dy plus integral 0'dan ilzosida 2gacha dx, integral 0'dan ilzosida 2 plus x kvadratgacha dx. Mana bu yig'indi teng bo'lyapti. Mana bu ga integral 0'dan 1gacha y, integral ilzosida y dan ilzosida 2 minus y kvadratgacha dx. Bo'ldi, bizdan shu narsani talab qilgan edi. Integrallar tartibini o'zgartiring dedi. Bu chiqdi chiqishga. Lekin bizdan integrallar tartibini o'zgartiring dedi. Shuni bajardik deyapman. Qayerda ko'rinyapti? Mana qarang. Birinchi oldin y bo'yicha olib, keyin x bo'yicha oladidik. Bu yerda endi birinchi x bo'yicha olib integralni, keyin y bo'yicha olyapmiz. Tartibi o'zgaryapti. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana y ichkarida edi, bu yerda y mana. Bu ham bajarildi. So'ragan narsani bajardik. Xo'p, endi savollaring bo'lsa beringlar lekin. Agar savol bo'lmasa, keyingi nimaga o'tamiz.